Samolyotdan biznes klassdan joy gaplashdimi sizga? Uka, juda saxiysizda. Aytgancha, bizani ish nima bo'ldi? Xayrli ishlarni orqaga surib bo'lmaydi, xojoni. O'g'limni to'yini o'tkazib oldik-ku. Endi navbat sizga. Ishqilib, qiz rozimi o'zi? Nega yo'q derkan? Sizdek hazrati inson og'iz soptiribdi. Yo'q demaydi. Sizga bermasam kimga beraman? Inson tanlashda adashmaysiz, xojoni. Unda bugun kechqurun o'taman. Bir bo'lajak ayolimni ko'rib suhbatini olay. Bo'ldi, kechqurunga kutamiz. Soliha, qattasan tezroq kel. Hoyi. Behkamda o'tirgin bolam. Bugun kechqurunga nozik mehmon o'zdi. Dasturxonni chiroyli qilib yasatgin keling bilan. Bo'ptimi? O'zingga qarab olgin. Yana aynib ketib qolishmasin. Kim kelyapti, oyi? Kim kelardi? Sardor Hoji keladi. Oyi. Boshlama deydi oyini. Bor ishingni qil. Ha, Soliha, nega buncha qo'rqib ketdingiz? Kim u Sardor Hoji? Oyi. U odam mendan axir 18 yosh katta. Oyim meni o'shanga uzatmoqchilar. Oy jinni bo'lganmi? Soliha, o'zingizni qo'lga oling. Hozirgi asrda hech kim majburlab yerga berib olmaydi. Bu uyda axir oyim aytgan degan-ku. Oybek akamchi? Oybek akam nima deyaptilar? Akam. Oyimning gapiga qachon qarshi chiqqan? Keyin Sardor Hoji akam biznesiga katta pul tikib qo'ygan. O'shani badali men bo'lyapman. Mayli, xavotir olmang. Hammasini o'zim hal qilaman. Kinoya oyimni bilmaysiz-da. Oyingiz ham meni bilmaydi. Voybe. Qalaysan, ke. Assalomu Alaykum alaykum. assalom. Yaxshimisan, Sardor? Sardor emas, Sardor Hoji. Ha. Shunday joylarga borib keldim. Bo'ldi, kir. Do'stim, kir. Assalomu alaykum, xojoni. Keling. Keling. Yaxshi kelyapsizmi? Chiqing, to'rga chiqing. Allohga shukr. Yo'q, to'rga chiqmaymiz. To'rga mana Oybek do'stimizga chiqadi. Qani Oybek? Nega bu yoqqa o'tirib oldingiz? Yuring, zalga joy qilib qo'yganmiz. Rahmat xonjoni. Juda ham mehribonsiz. Ovqatlanib keldim men. Kelin poshsha, choy damlab keling. Endi xojoni, bu oilaning kattasi sizsiz. Oldingizga qulchilikka keldim. Bilasiz, sunnatimizda qurbingiz yetsa 4 tagacha uylaning deyilgan. Xudoga shukr, boyligimiz kam emas. 4 ta tugur 10 tasini ham teng ko'rib boqib olamiz. Shunga endi bir qizingizni ko'rsak, ha, nima deysiz? Men fikringizga qo'shilmayman. O'lsangiz namozdan so'ralasiz, ro'zangizdan so'ralasiz. Nechta xotin olding deb so'ralmaydi.